Aka, ana kelib, ovqatni ko'rib chiqing. Ha? Bo'ldi, bo'lmasam men kirib ko'rib qarab Ha, sen kirib surishtirib chiq. Ha, nima bo'lardi? O'g'lim. bo'ldi, men kirib chiqaychi. Aka, bir minutga qarab turing. Ishlaymi? Ha, bo'ldi, bemalol. Hormoni. Salomat bo'ling, keling. Bu qatda bor? Hop, langet, biftekс, brizol, bu tomonda uyg'urlarmanlar bor. Qaysi biridan? Seni kanlar ishlaydimi? Yo'q, shu mendan ham katta go'shqaydi-ku. Ya boringni, ya bo'lmaydi. Nima? Qizim, sen xafa bo'lma. U o'qon o'zisal jahldirroq, fe'li tez. Men o'zi kirib, o'zim surishtirib yaxshilab bilib chiqaman. Bo'ptimi? Sen xafa bo'lmaysan. Usta, bir minutga qarab turing, askiraman. Bo'ldi. Onasi qilyapti. Alo. O onasi. Raddimga? Aytmasmi hali? Assalomu alaykum, bilmiz. Va alaykum assalom. Ha, bo'ldi 5 daqiqa deb qo'yaman. Keling aka. Yaxshimisiz-ku? Yaxshi, rahmat aka. Raddom dedingiz, nima hozir? Ha, raddimga aka. Singillar ko'payishadiganmi? Qanaqa singil? Ayolim ko'p yashar ekan. Farzandingiz ham bormi? Ha, aka, ikkita farzandim bor. Uchinchisi ko'p yashar ekanmi aka? Qizim, seni kallang ishlaydimi? Bu oilali bo'layotgan-ku, farzandlari bor ekan. Hozir ham raddomga ketgan ekan, farzandi olib tushgani. Sen qaysi kallang bilan bo'lani yo'qtirib qolding? Uni oilasi yo'q edi-ku. Bo'ldi, usta, rahmat, keldim. Ya, keldingmi? Siz nimaga meni aldingiz? Xotiningiz bor ekan, bolalaringiz bor ekan. Yaqinmanmi?